Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz mana shu dasturxonga salfetka tikyapmiz. Har doim so'rashadi, necha olasiz shu salfetkalarni deb. Mana shu salfetkalarni qaranglar, mana shunaqa burchagini, 4 ta burchagini tikib olasizlar. O'ngisiga qilib, teskarisidan mana ruchkada metga qilib ko'rib olib, 1,5 sm mo'ljallab olasizlar. 4 ta burchagini tikib olasizlar. Tikib olganingizdan keyin kurshovani qo'yasizlar. Bu yerda bizda 38 ga 38 razmer salfetka bo'ldi dasturxonimiz uchun. Mana shu chetiga chiroyli kurshovani tikilyapti. Mana burchaklarini chiqarib olib turib, minani uzimagan holda tikiladi. Bulavkalarda точно belgilab olinglar, qiynalsanglar. Mana qaranglar. Teskarisini o'ngiga tikilyapti, ko'ryapsizlarmi? O'shanda overlock qilib olinadi akkuratni qilib. Keyin mana chok berib tikiladi. Endi mana tayyor holida juda mana chiroyli chiqdi. Mana buni bulavkalar yordamida mashinada yaxshilab yurib olasizlar, zakrepkalar berib. Mana chiroyli tayyor holi salfetkamizni. Hali dazmol qilinmagan. Mana salfetkamiz tayyor bo'ldi. Qizlarjonlar juda ham shiringina chiqdi. Qaranglar razmerini. Teskarisini ham qaranglar. Bitta ham choklari yo'q, akkuratni. Mana mashinada tikib chiqilgan. Qo'lda tikmanglar, mashinada tikinglar. Mana shunaqa aplikatsiya dasturxonni chetidan, o'zidan, gulidan qilib oldik mana. Juda ham chiroyli, akkuratni chiqdi. Praktikni tushlarga ham qulay.